taksi proyekti nima bo'ldi aka deb so'rayotgan akalarimiz uchun alohida video. Bu proyektni oxirida bitirib bo'lganimizdan keyin baribir qaysidir odamga hadya qilib yuborishga qaror qildik. Bu albatta Masafa kompaniyasi bilan bog'liq. Bilasizlar, Masafa kompaniyasi O'zbekiston bozorida anchadan beri bor. 12 razmerdan 19 razmergacha balon ishlab chiqarishadi. Hozir yangilangan, ya'ni shu yumshoq qilingan variantini chiqarishgan. Xullas, aka, ko'p gapirmayman. Siz Masafa balonni taqib turing, xudo xolasa, mana shu mashina sizniki bo'lishi mumkin. Xo'p, proyektimiz qayerga keldi? Qanaqa jarayonda? O'zi nimaga istoriyalar qo'ymayapsiz degan akalarimiz uchun qisqacha tushuncha berib o'tib ketaman. Video qila olmaganimizning sababi mashinamizni Namanganda Kosonsoyda Akbar degan usta yasab berdilar. Hozir ustani ham oxirida ko'rsataman. Qarochi uka, men birga bir qilib beraman dedilar. Agar o'xshagan bo'lsa, birga bir qilgan bo'lsalar, oki bitta like sizdan bo'ladi. Bu spoiler yasash uchun polni kinoni, taksi 1, taksi 2, taksi 3, taksi 4 kinolarni boshidan oxirigacha ko'rib chiqdilar. Keyin ko'pchilik so'rayapti, aka, mashinaning rangi oq bo'ladimi deyapti. Taksida qanaqa bo'lsa, birga bir bo'ladi. Mashinaning rangi oq bo'ladi, turbinali motor bo'ladi, diskasi 19 razmer bo'ladi. Shu diskasini ham zakaz qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Bu mehnat oson mehnat emas. Oldi bamferni seli qolipdan quyib chiqardilar. Endi bizda buni qolipi bor. Faqat patentlangan. Yesicho Fransiyaga ham sotsa bo'ladi. O'zi oldi bamfer bo'lgandan keyin yonida parok bo'lishi kerak va orqa bamferi ham boshqacha bo'lishi kerak. Lekin taksini dizaynini chizgan odam Formula 1 da chiqadi-yu, gonshik. O'sha F1 poygalarida gonshiklar chiqadi. Shundan ilhomlangan bu. Ya'ni oldi tarafda tez yuradi-yu mashinalar. 300-350 tezlikda yuradi. Oldi tarafda spoileri bo'ladi, bilsanglar. U nimaga? Tez yurgan paytda gonshikni yerga bosish uchun. Tepasida mana bunaqa havo kiradigan joy bo'ladi. Ularda faqat bitta dona bo'ladi. Bunda endi ikkita qilingan. Orqa motorni sovutish uchun, oldi tarafdan kirayotgan havo orqa motorga yetib borish uchun va orqa taraf spoilerini xuddi shunaqa gonshikdan olgan. Nimaga? O'tda ham shunaqa katta spoiler bo'ladi. U ham havoni kesib, mashinani, ya'ni shu gonshikka pastga bosish uchun. Orqa spoileriga alohida to'xtalib ketmasam bo'lmaydi. Aka, qarang. Buni Rossiyada, Qozog'istonda, Tojikistonda, Fransiyani o'zida rosa ko'p spoilerlar yasashgan ekanda, lekin birga bir qilib yasalgani juda ham kam ekan. Bu birga bir bo'ldi, ya'ni qanaqa? Ko'pini ko'rsangiz anaqa tekis qilib yasab qo'yishar ekanda, ya'ni chetiga anaqa plastmassasini qo'yadi, tekis plastmassa qo'yadi, noshkada turg'izib qo'yadi, bo'ldi. Bu original bilan birga bir bo'ldi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana ingichkalashgan. Mana bu ko't tarafi sal qalin, oldi tarafga borib ingichkalashib ketgan. Oldi